Uzbekistan Airways'dan bu masalada rasmiy izoh kutib qolamiz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi e'tirozlarimni, fikrlarimni to'g'ri qabul qiladi degan umiddaman. Agar siz yaqinda Uzbekistan Airways'ni saytidan yoki ilovasidan bilet sotib olgan bo'lsangiz, kamida 300 ming, 500 ming atrofida biletni qimmat sotib olgan bo'lishingiz mumkin. Uzbekistan Airways ham boshqa aviakompaniyalar singari O'zbekistondan uchishga arzon aviabiletlarni chiqargan. Misol uchun Farg'onadan Novosibirskga 1,214,000 so'm turibdi 21 oktyabrga. Agar siz bagajli olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, buni qanaqa turibdi? 2,100,000 qancha ham turibdi. Aslida bu arzon biletni bagajligi ham bor o'zini. Agar siz aviakassalardan yoki aviaservisdan kirib sotib olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu biletni Farg'ona Novosibirskga birinchiga bagajli qo'shaman desangiz, 1,444,000 so'mdan bilet bor. Lekin ilovada O'zbekiston havo yo'llarini saytida bunaqa bilet yo'q, buni bagajligisi yo'q. Misol uchun boshqa yo'nalishlardan ko'rib chiqishingiz mumkin. Namangan, Krasnoyarsk, men bilganlarim Namangan, Ufa, Toshkent, Vnukovo. Aviakompaniyani doimiy mijozi bo'lganligi uchun ilovasidan yoki saytidan qimmatroq bilet sotib olishi mijozlarini ko'chadagi kassalardan yoki aviaservisdan qimmatroq sotib olishi bu normami yoki marketingmi yoki IT mutaxassislarining xatosimi? Fikrlarini qoldiringlar. Men yuridik tomondan mutaxassis emasman. Uzbekistan Airways'dan bu masalada rasmiy izoh kutib qolamiz.